Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar va do'st ahboblar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Darsi hadis davomimizda bugun yana bir hadisni tarjima va mafhumini xizmatingizga taqdim etamiz. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. ترجمة Hazreti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyatdir ki aytibdilar. Hazreti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurdilar: Haqiqatda Hazreti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rost aytguchi, rost etmak birla tonilgandirlar. Albatta sizlarning biringizning yaratilishi onasining qornida 40 kun nutfalikkacha to'planib turgay. So'ngra shul miqdorda qotgan qon bo'lib turur. So'ngra shul miqdorda go'sht parcha bo'lib turur. So'ngra 10 farishta yuborilgay. Ul farishta jon kirgizur. 4 narsani yozmoqqa buyurilur. Ulda rizqi, ajali, umri, amali badbaxtmi, xushbaxtmi yozilib qo'yilur. O'zidan boshqa ma'bud yo'q bo'lgan zotga qasamdirki, albatta sizlardan biringiz jannatlarning amallarini qilg'ay. Hattoki uning birla jannat o'rtasida bir gazda qolmag'ay. Biroq do'zaxlarning amallarini qilib qo'yirda yozilganiga muvofiq do'zaxga kirgay. Sizlardan biringiz do'zaxlarning amallarini qilg'ay. Hattoki uning birla do'zax o'rtasida bir gazda qolmag'ay. Biroq jannatlarning amallarini qilib jannatga kirgay. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim o'z sahihlarida rivoyat qilibdilar. Bu hadisning mafhumi: insonning Alloh taolo huzurida e'tiborga o'tadirgan amali ular vaqtiga ulashtirib qilgan amalidirki, umri shuning birla tamom bo'lur. Insonning qo'lida umrining miqdori, oxirgi holati nechuk bo'lur bilmak uchun hujjati yo'qdir. Qachon umri tamom bo'lur bilmaydir. Shuning uchun hamma vaqt yaxshi amal o'zasida qoyim bo'lmoqni o'ylasin. Shoyatki ajali bugun tamom bo'lurda, shu amali birla kuni bitar. Bu mumkindir. Alloh taolo bandalarining qilar amallari oxirgi hollarini tamom bilur. Bilgan narsalarini shundoq bo'ladir deb
yozib qo'ygandir. Banda o'zi bu narsalarni bilmaydir. Ular holatida nochuk bo'lur, xabari yo'qdir. Ajalida Alloh taoloning ilmidadir. Shuning uchun hamma vaqt o'zini ehtiyot qilib, amallarini hisobga olib yurmak lozimdir, ki ajali yaxshi amali o'zara tamom bo'lur. Alloh taolo hammamizga amal qilishni tavfiq nasib etsin. Sog' salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.